Bir imom juma ma'ruzasida jamoatga yuzlanib shunday dedi: Azizlar, mana anchadan beri yomg'ir yog'may, ekinlarimiz qurish arafasiga kelib qoldi. Shuning uchun keyingi jumaga hammamiz yaxshilab tayyorgarlik ko'rib kelamiz. O'sha kuni ma'ruzadan so'ng Alloh taoladan yomg'ir so'rab duo qilamiz. Keyingi juma kuni ma'ruza qilib bo'lgan imom jamoatdan duo qilish uchun tayyorgarlik ko'rib keldinglarmi deb so'radi. O'tirganlar ha deyishdi. Imom yana jamoatga qarata yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganga o'xshaysizlar dedi. Odamlar g'usl qildik, yangi pokiza liboslarni kiyib, atirlarni sevib keldik. Imom jamoatga bular ham kerak, ammo men boshqa narsani nazarda tutgandim dedi. Jamoatdagilar hayron bo'lib, nimani nazarda tutgandingiz zomla deyishdi. Shunda imom soyabonlaringiz qani dedi. Bundan xulosa shuki, duo qilayotgan kishi duosining ijobatiga ishonib duo qilish kerak. Ijobat bo'larmikin degan narsani ko'ngildan o'tishi o'sha duoni ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi.